qaynam tashqinliqqa cho'mish. Yurtingga qaytmag'ili qancha uzun bo'ldi? Xeyli uzun bo'ldi. Şunu bu yil chaqanda uydagilar bilan birga yurtimizga berib kelmoqchi bo'lyapmiz. Bilamsan, oldin qitim yurtimizga bozor kuni berib qopti ekanman. Sanjoq otarvolarning dastidan qistonchilik bo'lib ketdi. Tangrim, senmi bu idiomni biladigansan, ha? Bu idiomning bir xonish bilan bog'lanishliq ekanligini bilamsan. Otarvolarning xonish bilan qandoq bog'lanishi bo'lsin? Buni hozirla bilib qolasan. Han sulolasining podshohi Liu Xiu olamdan o'tgandan keyin val ahdi Liu Juang, ya'ni Han Mingdi taxtga varislik qildi. U dadisi uchun xizmat qilgan to'kibkor vazirlarni xotirlash uchun Gongyun pashtiqiga ularning rasmini sizishga farmon tushiribdi. Shohim, aytga buyurmag'aylar. Shuningga ajablanyapman. General Ma Yuan ilgari xalqimiz uchun nayt cho'ng to'kib qo'shgan. Nima deb uning rasmini sizdirmaydilar? Ba'zi ishlarni siz tushunmaysiz. Ma Yuan xonish Mashining dadisi. Uning rasmini sizdirsak, fitna fasodning ko'p bo'lib ketishidan ansirab sizdirmagan edim. Ya'ni kelib xonish oddiy-soddiy yashashga amroq. Hey, meningmi beshim qotdi. Qaranglar, xonishning bu kiyimi bak o'zgachgan-a? U cho'qim esil yipaklardan tikilgan kiyim. Ha? Aslida oddiylar ekan-ku. Xonishni tushunmaydiganlar uni bexilkan deb qolg'udak. Xonishdek ayollar rostli kam uchraydi jumu. Bu maktubga qanday qaraysiz? Meningcha mazmunday bo'ladi ekan. Buni yozgan kishimi haqiqatan qobiliyatga. U chaqda xonishning o'z o'g'li bo'lmag'achqa, xon Jashining o'g'lini valiahd qilib tayinlabdi. Xonish uni o'z o'g'lida ko'rib, uningga ko'yinibdi. Xon vafot bo'lgandan keyin amdil 18 yoshga kirgan valiahdi Xanjangdi taxtga varislik qildi. Xonishni kishilar hurmatlab Validaxon deb atashibdi. Shohinshoh vafot bo'lib, men taxtga chiqdim. Har qaysinglarning taklif fikringlar bo'lsa, o'tirg'i qo'yib beqinglar. Oliylari, men xonishning inisiga unvon berilsa degan taklifni beraman. Men buni burunli o'ylagan, ammo eg'zimdan chiqaramagan edim. Xonish ana, vazirlar iningizga unvon berishimni talab qilyotdi. Bo'lmaydi. Xon atangiz hayot vaqtida xonish to'qonlarning jamiyatidagilarni mansabga qo'yishga bo'lmaydi deb bekitgan. Shunga bu niyatingizdan yana. Biroq u umrni xalqimizning buyuk ishlari uchun atagan. Shunga uning unvon berishimiz kerak deb o'ylab edim. Bo'lmaydi. Men xonish turib, rahat farog'at qo'g'lashmadim. Bunda qilishim tuvandikilarga ulgu bo'lish uchun. Ammo ular doim isrofxo'rlik qiladi. Hozir hamma yerda isrofxo'rlikqa qarshi turibdi emasmi? Necha kunning oldida onamning uyining oldidan o'tib ketyapsam, ishik oldi sanjoq otarvolar bilan to'lib, bakla qizib ketibdi. Ular faqat o'z xushalligini o'ylaydi. Shunga ular mansab amal tutsa, hargiz bo'lmaydi. Maylamsa, undaqda uni tizimlikdan o'chirib etay. Sanjoq ot harvola degan bu ibora harvolarning iqin suvdek o'tishib turayotganligini, odamlarning oyga uzilmayotganligini bildiradigan bo'lib, qaynam tashqinliq cho'mmak degan idiom mana mushiningdan kelgan.